Barchaga salom, hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Siz uchun bu arzimagan narsa bo'lishi mumkin, ammo bu kanalimiz rivoji uchun ancha yordam beradi. Bugun biz sizlar bilan Amerika kino ustalari tomonidan suratga olingan triller va drama janridagi ajoyib filmni ko'rib chiqamiz. Film boshida kino qahramoni bo'lgan boy badavlat xonadon farzandi va og'ir xastalikka chalingan Clay ismli yigitni ko'ramiz. Clay onasi Lilith bilan hashamatli uyda yashar edi. U otasidan qolgan kompaniyani boshqarishda onasiga yordamlashardi. Bu vaqt oralig'ida u onasini yordamchisi bo'lgan Sam ismli qizni yoqtirib qoladi. Ular hammadan yashirincha uchrashib yurishni boshlashadi. Ammo Clay bu haqida onasiga ayta olmaydi, chunki uning onasi o'g'lining yurak xastaligiga chalingani bois hali uni oila qurishga tayyor emas deb hisoblardi. Clay yoshligidan to hozirgacha bu yurak kasalligi bilan azoblanib ko'plab marotaba shifoxonaga borar va shu joydagi Jack ismli doktor bilan yaqin bo'lib qolishadi. Clay va Jack bir-biriga ishonadigan juda yaqin do'st bo'lib qolishadi. Va kunlarning birida ular yana shifoxonada ko'rishishadi. Jack do'sti Clay bu yurak kasalligi bilan uzoq vaqt yashay olmasligi va tez orada unga donor yurak ko'chirib o'tkazish kerakligini aytadi. So'ngra Jack Clayni bu operatsiyaga ruhan tayyorlash maqsadida operatsiya stoliga yotqizadi va unga operatsiya jarayonida qilinadigan barcha ishlarni tushuntirib o'tkazadi. Bunday muhim operatsiya stoliga yotishdan oldin Clay ba'zi bir oxiriga yetmagan ishlarini oxiriga yetkazishga qaror qiladi. Ertasi kuni Clayning sevgilisi Sam ular munosabatlarini haligacha yashirib yurishlaridan charchaganini va uni tashlab ketmoqchiligini aytadi. Samdan voz kecha olmagan Clay u bilan munosabatlarini onasiga aytib, uning qo'lini so'raydi va Sam rozi bo'ladi. Clay onasiga Sam bilan ancha vaqtdan beri uchrashib yurganini va unga uylanmoqchi ekanini aytadi. Clayning xastaligini inobatga olgan onasi uning qarorini qo'llashdan boshqa chorasi yo'q edi. Shundan so'ng Clay va Sam qonuniy ravishda nikohdan o'tib, oila qurishadi. Operatsiya kunlari yaqinlashar ekan, Clayning onasi operatsiyani juda kuchliroq, yaxshiroq doktor qilishini xohlaydi, ammo bunga Clay rozi bo'lmaydi. Bunga sabab esa Clay uni o'z yaqin do'sti Jack operatsiya qilishini va unga juda ishonishini aytadi. Va nihoyat Clayning xotini Sam va onasi operatsiya uchun Jackni yoniga shifoxonaga kelishadi. Jack do'stini kutib oladi va operatsiyani o'tkazishda unga yordam beradigan hamkasblarini tanishtirib o'tadi. Clayning onasi o'g'lidan so'nggi marotaba operatsiyani Jackdan kuchliroq shifokor qilishini so'raydi, ammo bunga Clay rozi bo'lmaydi. U faqat do'stiga ishonishini aytadi. Birozdan so'ng doktor Jack boshchiligida Clayga donor yurak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi bo'lib o'tadi. Shu onda kutilmaganda Jack va uning hamkasblari qatoriga yana bir odam kelib qo'shiladi. Bu odamning ismi Larry bo'lib, u boshqa shifoxonadan kelgan yordamchi doktor edi. Operatsiya jarayoni Clayni hushidan ketkazish bilan boshlanadi. Shundan so'ng Clayning ko'zlari yumilib, hushidan ketishni boshlaydi. Ammo Clay behush bo'lishiga qaramay atrofidagilarni eshitib turar va o'zining tanasiga qilinayotgan narsalarni his qilib turar edi. Clay doktorlar tomonidan tanasini o'tkir narsalar bilan yorishlarini his qilib turar edi. Ammo ukol ta'sirida na baqira olardi, na qimirlay olardi. Shuning uchun ham u atrofdagi narsalarni eshitgancha jimgina yotardi. Operatsiya paytida kutish zalida Clayning onasi va rafiqasi o'rtasida suhbat bo'ladi. Clayning xotini Sam uni onasiga yaxshi ko'rinish maqsadida u rostdan Clayni yaxshi ko'rishini va hamisha uning dorilarini o'zi bilan sumkasida olib yurishini aytadi. Shu payt ular oldiga bir doktor yigit keladi va u oldin ham bu yerda Samni ko'rganini aytadi. Shunda Sam u yigitni shilqimlik qilayotganda ayblaydi, keyin esa u yigit ketadi. Operatsiya paytida yangi kelgan doktor Larry tanaffus uchun tashqariga chiqib ketadi. Shu onda Jack va hamkasbi o'zaro kelishgan holda Clayni operatsiyadan tirik chiqarmaslikka harakat qilishadi. Bu gaplarni Clay eshitib yotardi. Do'stining gaplaridan u hayratga tushadi. Do'stining niyati uni o'ldirish ekanini bilgach, o'rnidan turishga harakat qiladi va buning uddasidan ham chiqadi. Ammo ne ko'z bilan qarasaki, u hali ham operatsiya stolida qorinlari kesilgancha yotibdi. Endilikda u ruhga aylanadi va atrofni ko'zdan kechira boshladi. U Jackning izidan tushadi, uni maqsadi nima ekanini aniqlash uchun va keyin shuni aniqlaydiki, uning xotini Sam va do'sti Jack avvaldan tanish ekanlar. Endi bu yog'i juda qiziqarli bo'lib borar edi. Ma'lum bo'lishicha, Jack va Samning tili bir ekan. Rejaga ko'ra, Sam Clayning ko'ngliga yo'l topishi kerak edi va Clay uni sevib turmush qurishlari bilanoq Clayni operatsiya paytida o'ldirib, Clayning boyliklariga ega bo'lishmoqchi edilar.
Ularning bu g'arazli maqsadlarini bilgan Klay ulardan nafratlana boshlaydi va ularga ishonganidan qattiq afsuslanadi. Shu payt onasi boshqa doktor taklif qilganida yo'q deganiga ham ich-etini yeya boshlaydi. Shu payt kutish zalidagi Sem operatsiya joyiga keladi-yu, hammasiga tezroq nuqta qo'yish maqsadida o'z qo'llari bilan donor yuragiga ham zahar yuborib, uni ham yaroqsiz qiladi. Jekning jamoasidan emas doktor biroz tanaffusdan so'ng qaytib keladi. Shu payt Klayning ahvoli og'irlashadi. Va shunda uning do'sti qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilishiga qaramay, Klayning organizmi yangi yurakni qabul qilmadi va o'ldi deydi. Va yangi kelgan doktor ham Jekning gaplariga ishonadi. Jek bilan Larry Klayning onasiga va xotiniga Klay o'lganini aytadi. Buni eshitib, onasi yig'lay boshlaydi. Sem ham o'zini xafa bo'lgandek qilib ko'rsatadi. Shunda doktor Larry Klayning onasiga uning o'g'li hozirda maxsus apparatlar yordamidagina tirikligini, agar zudlik bilan yangi donor topishmasa, uni o'lishini aytadi. Ko'p o'tmay Klayning onasini behush holda shifoxona kafesida topishadi. U dori dozasini oshirib o'z joniga qasd qilgan edi. Bu yerga esa o'sha Klayning onasi ishongan doktor ham zudlik bilan yetib keladi. Nimaga deganda, sal oldinroq u doktor bilan Klayning onasi gaplashib olishgan edi. Klayning onasi o'g'lining o'limidan shubhalana boshlagan edi. U Semning e'tiborsiz qoldirgan sumkasidan Sem oldin ushbu kasalxonada yordamchi bo'lib ishlaganini va uning ismi asli Sem emas, Samantha ekanini aniqlaydi. So'ngra u do'sti Neerga telefon qilib, o'g'liga o'zining yuragini bermoqchiligini aytadi. Neer operatsiya xonasiga kirishi bilan Jek va uning hamkasblari noqonuniy dorilar ishlatib Klayni o'ldirishganini aniqlaydi va onaning yuragini bolasiga o'tkazish operatsiyasini boshlaydi. Shu payt o'lim yoqasida turgan ona-bola ruhi uchrashadi va ona bolani hayotga qaytishi kerakligini, hali uni oldinda uzoq hayot kutib turganini aytadi. Politsiyadan yashirinishga harakat qilayotgan Jek va Semni ko'ramiz. Shunda Sem Jekni sotib ketmoqchi bo'ladi. Ya'ni, meni bu ishda aloqam yo'q, hamma ishni sen qilding deb. Ammo qiz eshikni ochib chiqishi bilan unga Jek syurpriz tayyorlab qo'ygan edi. Operatsiya vaqtida Sem xonaga kirib, shpris orqali Klayning donor yuragini o'ldirgan vaqtini eslasangiz kerak. Ana o'sha shpris barmoq izlari bilan Jekda edi va Semni ham Jekni ham politsiyachilar ushlab olib ketishadi. Va operatsiya yaxshi tarzda tugaydi. Klay onasi sababli yana yorug' dunyoga qaytadi. Aziz do'stlar, ushbu holat sizga hayotingizni eslatib yubormadimi? Qanchalik martabangiz oshsa, pulingiz ko'palsa, shunchalik atrofingizni soxta do'stlar, ayollar egallaydi. Shuning uchun ham do'st tanlashda, yor tanlashda juda ehtiyot bo'ling. Ushbu filmdagi qahramonimiz Klayga o'xshab aldanib qolmang. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha, like, komment esdan chiqmasin. Chunki bu bizlarda bundanda yaxshiroq video tayyorlashga ishtiyoq beradi. Xayr, salomat bo'ling.